Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Sizlarga bitta ananasdan 4 xil ko'rinishini inshaalloh ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib shunaqa joyni olib tashlaymiz. Keyin shunaqasiga bir tekisda chiqaramiz. Ananas biz xohlaganimizdek chiqmadi. Biz boshqa ananasdan foydalanamiz. Birinchi shunaqa mustaqillikni olib tashlaymiz. O'rtasidan bo'lib olamiz shunaqa qilib. Keyin shunaqa kesib olamiz bir tekisda qilib. Bizga shunaqa shipashka kerak bo'ladi. Shipashkani olamiz. Shunday qotirib olamiz. Ochib chiqamiz. Bosh qismi bilan bunday qotirib qo'yamiz shipashkaga. Bosh qismini shunaqa qilib qotirib qo'yamiz. Pichoqni shunaqa chuqurroq buzib olamiz. Nima shunaqa qilamiz? Ichkariroq buzib olamiz. Shuni yaxshilab qo'yib olamiz. Olib turib sevadi. Shuni joyiga yana qaytarib qo'yamiz. Shunaqa qilib. Mana ikki xil ko'rinishi ham tayyor bo'ldi. Bu ishni menimcha hammanglar bemalol qila olasizlar, chunki oson, juda qiyinchilik joyi yo'q.